Assalomu alaykum hammaga. Bugun 8-yanvar 2026-yil. Soat 11:30 mi? 10:32. Ob-havo juda ham yaxshi. Quyosh chiqib turibdi, charaqlab, chilladan chiqib oldik. Mana qaqa yuryapsiz aka? Qaqa yurib? Qaqa yurasiz? Azam tog'am kelgan Quvadan. Tojikistondan mehmon mana bola. Shamsiddin degan obunachimiz, ukamiz bo'lib qolgan. 4 yil deganda ko'rishdik. Alisherni hamma taniydi. Shu Rossiya chempionatlarida qatnashgan. Nufuzli o'rinlarda olgan spinningchi. Hozir O'tkirbek bilan Murodiljon shogirdimiz bor. Ular naryoqdan chiqishadi. Bugun biz kecha kelgan Shamsiddin biznikida qoldi men bilan. Chiqib hozir xarajat qilib dachaga borib o'sha videoni ko'rib aka havas qiluvdi. Meningki ushlagan joylaringni o'sha yerga boraylik deb qo'ymadi. Kechadan beri ezib bordi to'g'risi. O'sha yerga borib ovqat qilib baliq ushlashga harakat qilib ko'ramiz. Dam olib o'tiramiz bugun yakshanba. Azam tog'am ham ko'pchilik tanib qo'ygan hozir. Ilonbosh ushlashni o'rgandi, shu bizni tark etdi. Hozir yo'ldamiz, ketyapmiz. Assalomu alaykum. Olmaylar. Qora aka olmay. Siz emisiz? Shunaqa qassob bola degan yangi do'kon ochilgan. Bu joyda hamma yo'q bor. Kelasiz. Bemalol bozorga bormasdan xarajat qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Guruch, soklar, kompot desimi, kolbasa mahsulotlari. Tayyor shashlikka go'shtlar kesib qo'yishgan, tovuq go'shti, qiyma bor mana. Tovuq ham bor ekan. Tovuqmi, o'rdakmi bilmayman. Go'shtlar. Qassob bola. Ziralar, guruchlar hamma yo'q mana. Ziravorlar. Tuyaq. Choydonmi har xilidan bor ekan bunaqa joylardan. Bunaqa mevali choy. Mevali choymi bu qora aka? Mevali choy. Go'shtlar. Bular qo'y go'shti. Kaptar ham bor ekan. O, kaptar bor ekan. Hamma yo'q bor xullas. Qassob bo'ladi. Xullas do'stlar, qassobxonaga kirdik. Nima deydi? Hammani baliq ushagisi kelyapti, hech kim ovqat qilgisi, dastur yozgisi kelmadi. Shunga kelishdik bir ovozdan. Mo'g'ridin osh markaziga kelib, Farg'ona shahrida bilasizlar, Tenizlik o'rtda Mo'g'ridin osh markazi ochilgan. O'sha yerda achchiq osh yegani keldik. Kecha ham shu oshimiz xullas tojikistonlik mehmonimizga yoqib qoldi. Mana o'tiribmiz. O'tkirbek, Alisher, Azam tog'a, Shamsiddin, Murodiljon. Kechga kelavering. Siz kelsangiz Soling. Qalampir sho'rvalar keldi mana. Oshimiz ham keldi mana. Mehmon oshni yaxshi ko'rar ekan endi. Faqat osh beryapmiz. Olinglar bo'lmasa. Mana biz manzilga yetib keldik. O'sha har doimgi marinka tutadigan joyimizga keldik. Suv juda ham ko'p. Tinni oqyapti. Ko'm-ko'k. Hashaylar, barglar yo'q. Xudo xolasa harakat qilamiz mana. Baliqchilarimiz mana joylashyapti sekin. Endi ko'ramiz endi hunarlarini bular. Mana montajlar tayyorladik. Qarmoq tashladim. Qolganlar bitta qattiq olishyapti, ammo bugun kuchli ovchilar kelgan. Kuchlik. Azam tog'am, Alisher.
Shamsiddin. Qalay bo'lyapti Shamsiddin? Mana Alisher. Azam tog'am u narigi so'riga o'tib ketdi. Ikkita aka-ukalar bitta bir narsalar qilyapti. Va endi bunday video qilib suhbatlarni olaylik. Azam tog'am bir narsalar qilyapti o'sha tomonda. Shamsiddin videoda ko'rib, mana shu yerga kelamadim, niyat qilib mana keldingiz, a? Keldim. Xudo xolasa. Yoqdimi joy? Zo'r. Batga yozda kelsangiz, yozda shunaqa nima deydi, salqin, maza joylar bo'ladi-da Shamsiddin. Suv qishin yozin yil 12 oy xudo xolasa to'xtamaydi. Zo'r joylashgan qiziq keldim mana. Bir o'qiganini ya, qilishingizda qalamni. Xudo xolasa biz ham Tojikistonga boramiz. Xudo xolasa. Qaysi ko'lida haligi suv bor? Qayraqum suv bor. Qayraqum? Ha, Qayraqum suv bor. Juda katta. juda katta. Necha gektar? Umumiy maydoni? 520 kilometr kvadrat. Yo'g'i. 70 kilometrga 20 kilometr shunaqa. Katta baliqlar bor aytdi. Hamma baliq bor. Asosan Tojikistonda местный baliqlari, asosiy baliqlar qaysi baliqlar? Sudak, laqqa. Ko'p, a? Ha, shunaqa. O'zimizda ko'paygan baliqlar hammasidan bor. Zo'r. Montajni qilib tashlab qo'ydingiz. Nima bo'lyapti ag'da? Azam tog'am tushirib yubordimi deyman? Ya og'ir qo'yish kerak. Alisher qalaysiz endi? Ko'rinmay ketdingiz anchadan beri. Ishlar bilan bo'lib, sabablarga ko'ra endi xudo xolasa ko'rishib turamiz, chiqib turamiz ularga. Xudo xolasa. Murodjon mana. Murodjon. Mani qarmog'imni nagili tortib oldi. Nagili tortib ketdi, mana shu turdim. Azam tog'am bekorga turibdi, o'sha yerda qarmoqlar o'sha yerda. Sen Pavlodor'dan yaxshi joylar bilarding. Aytmaydi joylar. Nasıl chiqdimi? O't ko'payapti. Balkim undasa kelib ulinsa shunaqa bo'ladi-da. Qayerga ketyapsiz aka? Hozir yaxshida shu baliqchilikda bir-biriga aloqaga chiqib turgan yaxshi. Murodjonning o'rtoqlari bizdan 4 kilometr tepada bir teraklar tagida bir chiroyli manzarada o'tirishdi ekan. Yaxshi tortyapti ekan. Ushashibdi Murodjon? Yaxshi tortyapti, olmayapti, sizlarga deyapti. Ha, o'shanga yordamga chaqirishadi. Kattalari bor ekan. Video jo'natdi. Katta baliq deb chekka chiqib sakradi. Qanaqa baliqligini bilmaymiz deb. Baliq sakrayapti ekan xullas. Xullas o'sha tomonga yozib bitta Alisher Azam tog'am siz qolasiz. Aloqada bo'lib turasiz. Rossiyani olmaganimizni qarang mana. Ha, omad. Biz Murodjon O'tkirbek uchovimiz chiqib kelamiz. Boraman, manzara yoqsa, zo'r joy bo'lsa chaqiraman, boraverasizlar. Boshladasizlar. Vashi zo'r joy ekan. Mana o'sha joy. O'rmonzor. Joy juda ham zo'r ekan. Nima dedilaring? Joyga gap yo'qmi? Ketgan ekan mana shu tomonga.
Bu loy ekan. Pastlar loy ekan. Zak chiqarganda deb o'tamiz endi. Juda ham chiroyli joylar ekan. Ha, O'tkirbi. Ma'qulmi joy? Bu joyga oldin bunaqa joy borligini bilmas ekanman ham. Xabarim ham yo'q edi, kelmaganman ham. Buni bosh tomoni qayerdan kelyapti ekan? Menimcha shu g'isht zavod tomondan kelsa kerak. Chunki o'sha tomonga borganimizda shunga o'xshash joyda o'tirgan deydi. Lekin juda ham qulay, yaxshi joy ekan. Marinka bo'lish kerak. Marinka. Tashashimga bu tomonga tashuvdim. Aytki. Olib bu tomonga chekkaga olishimga sirasi tortyapti. Mana shu chekkadan 2-3 ta hozir silkib tortib qo'yaveryapti. Ajomas chiqib qolsa xudo xolasa. O'tkir yana yonimga joylashdi. O'netdi. Murodiljon ichkariga kirib ketdi. Zo'r joylar ekan lekin. O'sha doim chiqadigan dachani tepasiga shu Ovoldi sentrdan o'tganda o'ng qo'lga kirdik, keyin 200 metrdan keyin chap qo'lga kirib kelganda shu soy o'tgan ekan. Ko'pchilik bilsa kerak albatta. Baliqchilar doim o'tirsa kerak, ayrilarni qo'yib qo'yishibdi mana. Ilon baliq chiqdi. Kim yoshligini esladi. Yoshligimizda shunaqa ilon baliqchalarni ushlab pishirib yedik. Kichkina ilon baliq chiqdi. Aytdim bu mayda urib tortyapti dedim. Mana yana bitta chiqdi ilon baliq. Bu yoshligimizda Alisher bilasizmi? Ariqlarda bo'lardi, kichkina ariqlarda ham. Yo'q, otmalarda yo'qoldi. Yo'q, yo'qolib ketdi u ilon baliq. Haqiqiy ilon baliqda u. Zo'r shirin baliq u. Alisherlar ham keldi mana. Shamsiddinlar. Ketdimi? Hali qora, uzun. O joy zo'r ekan-a? Tortyaptimi O'tkirbek? Malik tortsa kattasi tortadi. Yo'q-a? Meni hech kim tashlamaydi bu. Ay, yomon gap bo'ldimi? Menga anaqa motivatsiya berdi hozirgi gap. Biznikini maydasi ham tortaversin, mayli. Yozda kattasi tortaversin. Qolib qo'ymadi. O'tkirlik aka pafli bo'ldi, mana akoshda mana bunaqa joy. Ana tortyapti. O, tort. O. Tort yana.
chuqur ekan, nihoyatda chuqur ekan. Ko'l qayerda albatta shu yerda. Tepada. Kelgan tomonimiz ham. Mana tepada. Shamsiddin, bu baliqni nima deydi sizlarda? Tojikistonda, ha? It baliq. Bizda ilon baliq deydi bu. Uchinchisi mana. Buni 20 yil bo'ldi bu baliqdan ko'rmagan. Yoshligimizda Bizda baliq chiqgan shu. anaqa chorsida ushardik, ariqqa tushib olib. Zo'r chiqardi bu baliq. Mana zeriktirmaydi bu baliq. Jonga ham tegadi u. Hmm. Shu yutmagan ekan. Tegib qoldi tosh. Mayli. Ilon baliq yana. To'xtang, men uxlaysiz o'ylasiz. Ilon baliq Shu bitta baliq qaytib tushyapti. chiqyapti, ha, bitta tushyapti shekilli. Shamsiddin to'g'risini ayt, ustozingiz kim? Ustozim Alisher aka. Voy, tan olasizmi? Tan olaman. Nima bergan? Fotiha bergan. Ha? Siz anaqa to'n kiydirmagansiz. Yo'q, to'n Rossiyaga borsa boshqa forma beraman, dayman. Gap yo'q. Endi sizga savolim bor. Siz ustozingiz kim? Portyapti, qaranglar. Endi unga. U ana Prямой efir. Kim ustoz? bo'lar ekan ana. Yana ilon baliq. Gap yo'q, Shamsiddin. Tojikistondan atay keldi, mana ilon bosh deyman-da, ilon baliq o'shab ketgan. Sezdinglarmi? Shamsiddin ikkinchisini ushadi. Mishig'im yop ketaman deydi-yu. Ha, men kelib ovda yuraganim mishig'iga. Sherdagi mishig'i bor ekan. Ushab tursa bo'lmayaptimi? Kelbek. Yana bir bor hammaga. Assalomu alaykum. Shamsiddin mehmon kelgan bilasizlar Tojikistondan. Mehmon bilan ovora bo'lib, hozir kelib magazinga kirdik, aylanib, Baliquvdan kelib, xayrlashib,
syomka qilish ham esdan chiqib qolibdi. Bugungi kunimiz yakshanba dam olish kunimiz. Shunaqa bir tabiat qo'yniga chiqib, malinki ushlamoqchi bo'lib chiqdik, lekin ilon baliq ushladik xolos. Keyingi haftaga xohlasa yaxshi joylarga chiqishga harakat qilamiz. Shamsiddinga rahmat kelgani uchun. Nima deydi, hurmat qilib, shunchalik kelaman deganida o'zi Tojikistondan atek kelibdi. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa biz ham borish niyatimiz bor Tojikistonga. Tojikistonda obunachilarimiz ko'p. Bu yil ko'proq o'sha uzoq safarlarni uyushtiramiz. Baliq Qirg'izistonga, xudo xolasa Qozog'istonga, Tojikistonga borish niyat bor. Yaxshi niyat qilyapmiz hozirda. Mehmonni kuzatdik hozir O'tkirбек. Yo chegaraga Rishtonga tashlab keladi. O'sha taksida ketaveraman deyapti. Ko'pchilik nima deydi? Balki ko'rib bu videoni mazza qilar, xursand bo'lar, lekin bugun baliq ovi ko'ngildagidek bo'lmadi, lekin o'sha suvni bo'yida qarmoq tashlab mazza qilib gaplashib, Alisherni ham anchadan beri ko'rmagandik, mazza qilib keldik xullas. Xudo xolasa sekin-sekin mana bahorga ham sekin yaqinlashib qoldik. Bizning sezonimiz kelyapti, xudo xolasa. Videolarni zo'rlardan qo'yishga harakat qilamiz. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.